Do'stlar, sizlarni ham o'ylaysizda, mana shunaqa stoleshniца shishib ketyaptimi, suvga har xil mana bunday pichoqlar qilganda chizilib ketyapti, rasvo bo'lyaptimi? Do'stlar, bugungi videoda men sizlarga zo'rini ko'rsataman, lekin narxlari arzon. Usta akamiz Muhammad Qodir akamiz bitirgan obyektni ko'rsataman. Qaranglar, mana bu mochniy mexanizmlarga chiroyli qilib arzon narxga bitirib berganlar. Do'stlar, Samarqand shahar Sakjanada bu obyektlari. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Zo'r joydan, yaxshi ustalardan mana shunaqa obyektni nech pulga bitirganlar, qanaqalari nech puldan. Xullas, hammasi to'g'risida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Muhammad Sodiq aka, mana bu stoleshnichaga bir 20 kun bo'ldi, shuncha suv to'kilyapti. Nimaga shishmayapti bu aka? Shishi kerak-ku bu. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xohlasa, aka, bunimiz stoleshnicamiz rossiyskiy zavodskoy stoleshnica bo'lib, eng qalinidan 4 santimetrlik narsadan qo'yib berganmiz. Bemalol suvga, issiqqa, sovuqqa, hamma yoqqa chidamli. Shuning sababdan mana 20 kun bo'libdi buni ustunovka qilganimizga, hali bir klientlarimiz jalb qilmadi. Aka, bu qayerga o'rnatganmiz shunaqa chiroyli ko'kxunli mebelni aka? Juda chiroyli bo'libdi. Manzillarimiz aka Samarqand shahri Sakjonaga o'rnatib berdik. Mana shuni, ha? Bu necha metr bo'lgan aka? Necha metr? Uzunasiga keyin kvadrati nech puldan bo'ladi? Qanday hisoblaymiz buni aka? Xo'p, buni aka razmeri 6,5 metrga, bo'ylari 2,40 ga chiqqan. Xo'p, buni biz hisoblaganda bir pagonometrga hisoblaymiz. Bir pagonometri shu 1 metrga, bu 2,40 ga chiqadi. Ya'ni bo'yidan yergacha hisoblanadi, to'g'ri? Yerdan bo'yiga doğru eng baland 2,40 ga chiqadi. Shu 1 metriga 2,40 bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, shu joyda savol beraman aka. Agar balandligi yana balandroq bo'lsa, qanday bo'ladi mana shu aytilgan? Bu 2,40 dan ham o'tadigan bo'lsa, aka 3 etajli qilib, antresol tepasiga 3-etajni qo'shib beramiz. Juda yaxshi. Ya'ni uni metri qanday hisoblanadi aka? Uni metri buni aka shu holatda bo'ladigan bo'lsa, 2,40 gacha chiqadigan bo'lsa, standart 2,40, aha. Buni 1 metrini 3,3 ming so'mdan olyapmiz. Agar 3 etajli bo'lsa, bundan baland bo'ladigan bo'lsa, uni 3,7 ming so'mdan yasab beramiz. Tushunarli. Aka, narxini bunda kelishsak bo'ladimi joyda bir talashib aka kelishtirib berasizmi Abrkan obunachilar uchun? Endi xudo xolasa hamma yoqda nimasi bor aka. Sizning nomingizdan kelib nima qiladigan bo'lsa, xudo xolasa yana yo'lida qilib tushadigan joylar bo'lsa kelishtirib qilib beramiz. Tushunarli. Aka, ichiga nimalar kiryapti aka? Mana shuni hammasi ichigami? Nima qilamiz? Xo'p aka, bizdan bonus bo'lganlari avvalambor bizda planshetimiz bor. Shunda kelib, joylarini ko'rib, aka nima klientlarimizni nimalarligini eshitib, shunga qarab dizayn chiqaramiz, ranglarini hamma yo'g'ini tanlaymiz-da, sizga ko'rsatamiz. Undan keyin xo'p, keyin aka, mo'ykamiz, smesitellarimiz ham hammasi yaxshi narsalar bo'lgan aka. Do'stlar, bemalol cho'zib ishlatsa bo'laveradi. Tepasidagi mana suv shilkalarimiz. Mana do'stlar, tagida musor satrlari bor. Do'stlar, 20 kundan beri mana ishlatib turibdilar. Egalari xudo xohlasa mana ustilarida ko'p narsalar qilganlar. Pichoq bilan do'stlar to'g'risi mana qirilmagan. Rani kelib ko'rsangiz ham bir guvoh bo'lishingiz mumkin. Qirilmagan, chotga turibdi. Suvlar mana ko'ryapsizlar, ustida suvlar to'kilib yotibdi, lekin shishimagan. Sinovdan o'tdi deganlar bular. Xo'p, yana nimalar ichiga kiradi? Yana aka, joyda agar kafel yo'l bo'lsa, xuddi shunday qilib kafel yo'lga granit qilib, buni ham o'zimiz bo'ynimizga olib qilib qo'yib ketyapmiz. Undan tashqari pichoq naborlarimiz bor, vishilka naborlarimiz bor. Metrajli led chiroqlari bor, tagida tepasida chiroqlari bor. Dastavka, ustunovka xizmatlari. Agar joylari 6 metrdan ziyod bo'ladigan bo'lsa, bitta demoxodda ham bonusga qo'shib beryapmiz. Gap yo'q. Xo'p, biz mana bu gaz plita, keyin vitrishka, keyin yana bir narsa dedingiz-a, shulardan tashqari aka, bizda yangilik bor. Agar klientlarimizga ma'qul keladigan bo'lsa, xuddi shunday qilib seramant ham qilib qo'yapmiz, final qilib. Mana shu finalimiz kalonli oynadan bo'lgan, qalin. Polkalari ham aka sinmaydimi bu? Qanday? Yo'q, bu aka chekalari kromka bo'lib kalonli bo'lgan, bemalol
kesmaydi, behijolat ishlataveradi. Polkalarini ham ko'rishingiz mumkin, qalin, ancha yuk ko'taradi. Polka dvigatellarimiz ham baquvvat temirdan bo'lgan. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, ustida qancha narsalar bor. Bir xil turibdi. Yana qancha narsalar kerak bo'lsa, ustiga qo'ysa Ko'taradi. ko'taradi, ha. Baquvvat narsa ekan, real. Juda yaxshi. Xo'p, buni ichidami yo tashqari bundan shu pulni tashqaridami aka? Qanday hisoblanamiz? Buni narxi tashqarida aka. Biz aytgan narxdan tashqarida bo'ladi. Buni o'zi misol qancha eshikda shunaqa kalyonli oyna qildirmoqchi bo'lsa, shuni o'zini alohida narxini chiqarib beramiz. Juda yaxshi aka. Qanaqa materiallardan qilingan aka bular o'zi? Aka? Materiallarimiz aka bunisini akril material qilib berganmiz, Kashtan firma, eng yaxshisidan. Korpuslari rossiyskiy laminat, mokriy. Pastlari, mana bu korpus deyiladi. Do'stlar, uni ko'rishingiz mumkin. Girdagi korpus, to'g'rimi? Mana bu ustidagi akriloviy. Ustidagi akril aka, buni rangi seriya pudra bo'lgan, korpuslari esa mokriy bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, bundan zo'ri bormi aka? Bundan zo'ri so'raganlar bor bo'lsa aka. Bundan zo'rlari ham bor. Kirashinli NDF'larimiz bor. Uni narxlari ancha balandroq. Ular nech pul примерно endi aka? Ular aka bir pagonometrini 4,5 million so'mdan boshlanib ketaveradi, o'zini holatiga qarab oshib boraveradi. Eng pasti 4,5 million so'm. Xo'p, juda yaxshi. Bular ancha yil xizmat qiladiganmi aka? Xudo xolasa, garantiyalarimiz 10 yil, xudo xolasa, avvalambor, lekin ishlatishga bog'liq. 10 yil garantiya beryapmiz. Xudo xolasa, bir 20 yil, 30 yil xizmat qilaveradi. Xizmat qilaveradi, akkuratni ishlataversa. Xo'p, aka, mexanizmlari qanaqa aka bu yerda? Qanaqa mexanizmlarni ishlatgansiz? O'rtasi. Bonus deganda aka shu nimaga qolib ketib, shunaqa bitta idish tovoq taxlagani kargolarimiz ham bitta bonusga qo'shib beramiz. Bu ikki tomondan chiqqan, ha? Ikki tomondan, ha. Ikkala tarafda ham kargolari bor. Mexanizmlarga keladigan bo'lsa aka, hammasi vakuum. 100% hamma vakuumda ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Qattiq buni itarib borsa, baribir asta yopiladi, ha? O'zi sekin yopib tortib olaveradi. Juda yaxshi. Mana bu tortmalar necha kilogacha ko'taradi aka? Tortmalari xudo xolasa aka bemalol 50 kilo, 60 kiloga olib ko'taradi. Bularning bemalol aniq. Mexanizmlari hammasi vakuum. Tushunarli. Yaxshi mexanizmlar ishlatilgan, ha? Xudo xolasa hamma mexanizmlari yaxshi. Juda yaxshi. Aka, o'zi seximiz qayerda joylashgan? Seximiz aka Samarqand shahri Dallagirda. Shu yerda ish faoliyatimizni olib boramiz. Tushunarli. Rasmlari bormi? Kataloglari agar bunday uy egalari kelib ko'rishsa, masalan, ideyalari bo'lmasa, ideya beramiz, xudo xolasa rasm. Bor, hamma yo'q bor aka. Tushunarli. Bu kuxunlikdan tashqari aka, misol qanaqa mebel kerak bo'lsa, hamma yo'q qilaveramiz, xudo xolasa. Hozir mana bu yerda hozir xolodilnik joylashganda, buni hisob kitobi qanday bo'ladi aka, mana shu joyi? Buni aka, xo'p, bu yerga xolodilnigimiz 60 bo'ladi. Biz 60 dan ziyodroq joy tashab ketganmiz, chunki misol bu yerga keyinchalik klientimiz aytgan, ikkita eshikli 80 likdan olaman degan. Bo'yini bilan enini shunga moslab joy tashab ketganmiz. Tushunarli. Endi o'sha joyiga qarab yana ko'p yo kam tashlash mumkin, ha? Mumkin aka, hamma yo'q iloji bor. O'zi nech pulda bitta mana shu? Xo'p, bu oshxona mebelimiz aka 6,5 metrga bo'yi 2,40 bo'lgan. Narxlarini boshida $1,700 ga chiqarib berganmiz, lekin klientlarimiz bilan ancha tortishib, talashib-tortishib $1,5 ga tayyorlab, uстановка qilib berdik. Tushunarli. Aka, sexni ko'rsatsak, aka, sexingiz qayerda? Ko'pchilik ana blogerlar ana YouTube ga chiqaryapti, lekin sexlari yo'q ularni-da ko'rsatmayapti. Bitta sexni ko'rsataylik, borib aka. Seximiz bo'ldi aka, bemalol borib ko'rsatamiz aka. Seximiz manzilimiz Samarqand shahri Dallagirda joylashgan. Borib, bu yerda ham ishlarimiz bor. Hozir bemalol ko'rsatamiz. Mana Ruslan aka, seximizga ham kelib oldik. Seximizga klientlar uchun arenderda aniq olish uchun bu yoqdan Fotima Qosimova freziga kelganda, xo'p, bu tomonimizda военный garadoy bor. Shuni to'g'risida joylashgan ikki etajli binoni podvolida seximiz bor. Shu yerda o'zimiz ish faoliyatimizni olib boramiz. Xo'p, ketdik-a unda? Unda yuravering aka. Xo'p, mana bu yerda go'zallik saloni bor ekan, shunaqa. Shuni tagida podvalda joylashgan. Xo'p, mana seximizga ham yetib keldik. Shu yerga biz ishonamiz. Xo'p aka, bunimiz
Samarqand shahar Ishtixonga zakasini olganmiz. Xudo xohlasa navbatdagi ishimiz shuni ertaga ustunovkasini qilamiz. Xo'p, juda yaxshi. Buni ham rasmlari ham bormi planshetda? Rasmlari bor. Aka, sizga boya aytganimdek, mana kelsangiz aka. Planshetimizda aytgandim sizga. Bu ishlarimizni o'lchagani borganda 3D variantini xuddi shunday qilib ko'rsatamiz. Bu boyagi videosini olib kelgan ishimiz edi. Xo'p, endi bu ishimiz mana bu bitish xuddi shunday bo'ladi, 3 etashkalik. O'rtalari oq. Bu ikki chekasini oynasi bo'lmaganining sababi bu ham kanyonli oyna bo'ladi. Shu sababdan eshigini hali ilmadik. Do'stlar, mana shu yerda kalonni oyna bo'layotgan, mana shu ikki chekkasi boyagi ko'rsatilgandek mahkam, baquvvat kalonni oyna. Juda yaxshi. Bu pastlari, ha, to'g'rimi aka? Ha, bunimiz pasi, bu o'rtasi, antresollarimiz endi tashqarida, bu yerda joyida xalaqit bermasin degan apchikib qo'yganmiz. Juda yaxshi. Bu tortmalari baquvvatmi, mexanizmlari? Tortmalari aka yangilik qilganmiz. Rolilari tanner roli ishlatganmiz. Chuqurligini ham ko'rsangiz aka, bemalol chuqur, ancha chuqur narsalarni ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Baquvvat narsa. Baquvvat aka, bemalol mana bitta odamni ko'taradi. Gap yo'q, lekin do'stlar, o'zlari chiqib nima qildilar? Juda baquvvat ekan. Gap yo'q, aka. Xo'p, juda yaxshi. Xo'p, materiallari qanaqa bo'lgan aka? Bunimiz ham materiali akril material. Xo'p, aka, bu yerimizga gaz, duxovka, tepalarga vitichka tushadi, ikki chekasiga mana buni ham karyolarni qilib joylab ketganmiz. Ichida bo'lgan, ha? Bularning hammasi ichida aka, materiallari akril material, mexanizmlari hammasi Dauchi vakuum mexanizm. Juda yaxshi. Shu o'rinda bitta savol berib o'tmoqchiman aka. Masalan, shunaqa mebelni malyarkadan oldin qilish kerakmi yoki malyarkadan keyin qilish kerakmi? O'zi qanday qilish kerak? Klientlarimizga aka maslahat, avvalambor bizga qildiradimi, boshqa mebelchiga qildiradimi? Maslahatimiz aka, remont qilishidan oldin, santexnik shunaqa ishlarini qilishidan oldin chaqirgani yaxshiroq. Chunki sababi mana biz shunday borganimizda xuddi shunday qilib mana aka chizmalarni chizib chiqarib ko'rsatamiz. Shunda mana misol moykani, gazni, duxovkani, xolodilnikni o'rnlarini chizib ko'rsatganimizdan keyin shunga qarab biz devorlariga metka qo'yib ketamiz. Shunga moslab kanalizatsiya shunga o'xshash turbalarini joylab ketishadi. Elektr svet joylarini o'shanga qarab joylab ketadi. Keyin xonani remontini ham shu mebelni rangiga moslab tayyorlasa bo'laveradi. Juda chiroyli ham zo'r chiqadi, professional chiqadi. Bir-biriga kombinatsiya bo'lib, yaxshi ko'ngildagidek bo'ladi aka. Juda yaxshi. Aka, mana bu yerda hozir yana bir karkazni ko'ryapmiz-da. Bu nimaning karkazi? Bu qaysi obyektniki? Bunimiz aka TV zona bo'lgan. TV zona? TV zona bo'lgan. Bunimiz ham mana chizmalarni ko'rsangiz hozir hammasi planshetda olib qo'yibsiz-a? Planshetda xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Bu ham kalyonli oyna bo'ladi. TV zona o'rtada televizor, ikki chekasida kalyonli oyna bo'ladi. Juda chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Biz har bitta shu klientimiz uyiga borganda xuddi shunday planshetda 3D variantlarini chizib chiqarib ko'rsatamiz. Juda yaxshi, lekin vashsha chiroyli bo'ladi, to'g'risi qaranglar. Ancha narsalarni bu yerda qo'yib, nima qilsangiz ham bo'ladi, azizlar. Juda yaxshi. Xo'p, boyna menga Krashinni MDF dedingizmi aka? O'shani bir ko'rsatsangiz. Krashinni MDF aka kelsangiz mana bunimiz mana Krashinni MDF bo'ladi aka. Eng qimmati o'sha. Eng qimmati shu akrildan yaxshisi deganimiz shunisi. Bunimizni chekalarini alohida rover bilan frezerda ochiladi, ichlariga gul, bir qator, ikki qator gruntovka, kraska, lak, shularni hammasini qilib ishlanadi. Ranglaridan, posonlaridan, gullaridan muammo yo'q. Har xillari bor, ha? Hamma dizayni bor. Klientlarning ko'ngliga qarab. Do'stlar, ustozchilikning eng so'nggi, eng sifatlisi mana shunaqa bo'lar ekan. Do'stlar, gap yo'q. Xullas, zakaz beraverasizlar, akalarimiz ishlariga xudo xolasa ancha yildan beri ishlayapsizlar shu sohada. Xudo xolasa aka, men o'zimga 7 yil bo'ldi. 7 yil davomida shu mebel faoliyatini yurgizyapmiz. Gap yo'q. Xullas, aloqaga chiqinglar, akalarim chiroyli qilib yasab berishadi. Dastavkalar qanday aka? Dastavka aka, Samarqand bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax
shu tomonlarga, qarshi tomonlarga dastavkamiz bor. O'zingiz hisobingizdanmi yoki kelishlardimi? Qanday bo'ladi aka? Bular shu Samarqand shahri ichida bo'lsa, Samarqand o'zida bo'lsa, bizni hisobimizdan bo'ladi. Boshqa viloyatlar bilan bo'lsa, uni kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Vodiy, voha, Toshkent hamma joyga dastavkamiz bor. Har xil turdagi mebellarni qilamiz, xudo xolasa. Gap yo'q, gap yo'q. Xullas do'stlar, sifatli mana shunaqa mebellar kerak bo'lsa, akamizga bog'laninglar. Nomerlari pastda, Telegram, WhatsApp hammasi bor, xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi bor. Xullas, aloqaga chiqsalaringiz, yana shablonlarni, har xil rasmlarni yuborishadi. Joyingizga qarab, yana chiroyli qilib yasab berishadi. Aka, kattakon rahmat bergan ma'lumotingiz uchun. Obunachilarimiz uchun juda foydali videorolik bo'ldi deb o'ylayman. Shunaqa zo'r maslahatlarni berdingiz. Albatta, aloqaga chiqishadi. Hammadan ko'ra bir arzonroq qilib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, qo'ldan kelgancha. Gap yo'q. Xullas, layk bosinglar, podpishkada bo'linglar. Biz yanada ko'proq shunaqa foydali videoroliklarni qilishga harakat qilamiz. Rahmat.